Sensul brendi men bilan boshqa ishlamaydi. Chunki yuborgan rasilkalarga naqd 1 oy bo'ldi. Men esa bu narsalarni mazza qilib ishlatib blogimda hali gapirganim ham yo'q. Lekin o'zimni oqlashim mumkin. Bu narsalarni barchasini bu orada sinovdan o'tkazdim. Shu sababli sizlarga chestnoy отзыв qilaman. Shu joyda mikrofonim tushib ketibdi, shu sababli ovoz uchun aybga buyurmaysizlar. Men sizlarni chimadan to'la kosmetika deb aldamadim. Ikkinchi tarafida esa bizda повязка hamda samolyot uchun yostiq. Sezyapsizlar, bu narsalar bilan yaqinda biz qayergadir uchamiz. Ana endi ikkinchi korobkaga keladigan bo'lsak, bu yerda ham skulptor hamda rumyanalarni hamma ottenniki bor. Birinchisi bizda lab uchun qalamlar. Keyingi lot bu bizda pudra. Bundan men уже ikkinchi marta ishlatishim. Mana shunaqa ikkita blesk va bularning birini уже ishlatib yuribman. 6 xil rumyanalar. Rumyana ham skulptor ham juda ham mayin va oson raspredilyatsiya qiladi. 3 xil rangda skulptor menga mana shu rangga to'g'ri keldi. Keyingi lot ko'rib turganingizdek ishlatyapman. Bizda 1 xil 01 ottennekdagi konsiler. Bu yerda esa Sensul'ning yangi chiqqan tushlari. Qora, korичневый hamda ko'k ranglarda. Bilishingiz mumkin, bularni rostdan ham 1 oydan beri ishlatyapman va men shuni aytolmaymanki, hayotimda bo'lgan eng yaxshi tush. Birinchidan ob'yom beradi, ikkinchidan pachkit qilmaydi va kuni bo'yi turib beradi. Tushni faqat issiq suv bilan yuvib olishingiz mumkin, chunki bu termostoyki. Boshqachasiga tush sizdan ketmaydi. Keyingi safar aynan shu ko'k tush bilan makiyaj qilib ko'ramiz. Xullas, Sensul'ga kattakon rahmat. Qaytgancha menga obuna bo'lib qo'yishni unutmang, chunki bu yerda moda, beauty hamda kitoblar